Assalomu alaykum. Aziz mana shu xonadonga kelgan mehmonlar, bugun shu Shuhrat akamning o'g'illari G'ayratjonni to'yiga xush kelibsizlar. Bu to'y albatta o'zimizning to'yimiz. Chunki biz shu san'at yo'liga kirganimizdan beri Shuhrat akam bilan birgamiz. Bizni bugungi kunda ashula aytishimiz o'zi noto'g'ri edi. Ham shu xalqni do'stlarimizni talabi bilan bitta aytib beramiz. Chunki biz orzu havas qilib Abdurauf Olimovni shu yerga taklif qilganmiz. Xo'p. Hadib shu bizni ko'rish o'rmasin, mana shunaqa hofizlarni ham televizorda ko'rmasdan, tirigini ham ko'rishsin deb. Juda yaxshi. Men o'zlaringning xabarlaring bor. Arob akamning juda ko'p qo'shiqlarini biz aytganmiz, aytamiz ham hozir ham. Xudo xolasa, Xudo nasib qilsa, chetda o'tirgan hamma insonlar to'yga shunaqa yaxshi san'atchilar kelib xizmat qilsin. Buni qilaylik hammalar. Hammalaring kelib xizmat qilinglar. Rahmat. Endi biz qo'ldan kelgancha bitta-ikkitani aytamiz. Yana Rauf akamga beramiz navbatda. Shu yerga kelib xizmat qilgan. Rahmat. Shu yerga kelib xizmat qilgan hamma san'atchilarga va mehmon bo'lib kelgan insonlarga katta minnatdorchilik Shuhrat akamning nomidan, ularning oilasi, ota-onasi nomidan sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat sizlarga. Hokimboy bitta o'yinib berar ekan, bitta qochib qorani aytib beramiz ekan, keyin sekin ashulalarni aytib beramiz. Qo'qondan ancha raqqosa opalarimiz kelgan